Ichimlik suvining inson hayotidagi o'rni va ahamiyati haqida ko'p gapiramiz. Shunday bo'lishiga qaramay, undan foydalanishda qonunbuzarlik holatlarini sodir etishdan ham qolmayapmiz. Bu esa iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatishga putur yetkazmoqda. Shu bois Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan reyd tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda iste'molchilar tomonidan ichimlik suvidan amaldagi tartiblarga rioya etgan holda foydalanishlari nazorat qilinyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Andijon shahridagi Bobur nomli mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Natijada tarmoqqa noqonuniy ulanish, qarzdorlikni so'ndirmay turib ta'minotdan foydalanish, hech qanday rasmiy hujjatlarga ega bo'lmay turib, ichimlik suviga ulanib olish kabi holatlar qayd etildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlararo sudining 11-dekabr 2025-yil sud buyrug'iga asosan undiruvchi Andijon suv ta'minoti tashkiloti hamda qarzdor Andijon shahar Zahirda Muhammad Bobur Mufayi yashovchi Xolmati va Eridaxondan 2.669.000 qarzdorlik undirish belgilangan. Ijro harakatlari davomida qarzdorlik to'liq qoplanmagani sababli suv ta'minot xodimlari hamkorlikda ushbu qarzdorlik yuzasidan tarmoqdan uzish holatlari bo'ldi. Hamda kelgusida qarzdorlik to'liq qoplangan taqdirda yana tarmoqqa qayta ulanish xabarnomasi berildi. Tadbir davomida Haqiqat ko'chasi 28-yil istiqomat qiluvchi Xolmatovalar xonadonida ham o'rganish ishlari olib borildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu xonadonning ichimlik suvi xizmatidan 2.800.000 so'm qarzi mavjud bo'lib, qarzdorlikni to'lashdan bosh tortganligi sababli tarmoqdan uzib qo'yildi. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida aholining ichimlik suvidan noqonuniy foydalanishini oldini olish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazilyapti. Jumladan bugungi reyd tadbirda ham 10 dan ortiq xonadonlar faoliyati o'rganildi. Noqonuniy tarmoqqa ulanish va qarzdorligi bor xonadonlar aniqlandi. Bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida viloyatimizda barcha tuman shaharlarda shu kabi reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu mahalla fuqarolar yig'inida 2610 nafar aholi yashaydi. Jami 675 ta xonadon mavjud bo'lib, shundan 444 tasida suv hisoblagich uskunalari o'rnatilgan. Hozirgi kunda mahallada ichimlik suvi uchun debitor qarzdorlik 753.462.624 so'mni tashkil etmoqda. Bunday tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida davom etyapti.